Assalomu alaykum. 2025-yil 6-may kuni Vazirlar Mahkamasining 296-sonli qarori tasdiqlandi. Unga ko'ra 1-iyun 2025-yildan boshlab qoidabuzarliklar, ya'ni yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun ballik sistemada baholash joriy qilindi. Ya'ni 1-iyundan boshlab ballik sistemaga o'tildi. Ushbu qaror bo'yicha bir qancha holatlarni gaplashib o'tamiz. Jarima ballari ular qaysi qoidabuzarliklarga qo'llaniladi? MJTKning 34-moddasi prim 1-moddasida ko'rsatib o'tilmagan qoidabuzarliklar bor. Ana o'shalarga jarima balli belgilanmaydi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lib turgan chet el fuqarolar mashinalari, ya'ni chet el avtomashinalari, ularga ham jarima ballari qo'llanilmaydi va konsullik muassasasi xodimlarining mashinalariga ham jarima ballari qo'llanilmaydi. Jarima ballarini yig'ish 12 oy davomida amalga oshiriladi. Jarima ballarini yig'ish muddatining boshlanishi birinchi qoidabuzarlik sodir etilgan kundan boshlab jarima ballarini yig'ish boshlanadi. Ya'ni masalan 2025-yil 1-iyul kuni siz qoidabuzarlik amalga oshirib, sizga jarima balli berildi va mana shu jarima balli 1-iyuldan boshlab hisoblanib, keyingi yil, ya'ni 2026-yil 1-iyulgacha bo'lgan davrgacha bo'lganda hisoblanadi. Ya'ni 1-iyul 25-yildan 1-iyul 2026-yilgacha bo'lgan davrda sizni ballingiz agar jarima bo'yicha ballaringiz 12 ballga yetadigan bo'lsa, sizga nisbatan haydovchilik huquqidan mahrum qilish bo'yicha ish ochiladi. Ya'ni kamida 6 oygacha avtotransport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilishingiz mumkin. Agar 1 yil davomida siz to'plagan ballar 12 ballga yetmasa, bu holatda ya'ni o'sha keyingi o'sha muddat tugagandan keyingi davrda barcha o'sha 1 yil davomidagi ballar o'chib ketadi. Misol uchun siz 11 ball yiqqan bo'lishingiz mumkin, 10 ball yiqqan bo'lishingiz mumkin. Hammasi kuyib ketadi. Keyingi davrga yengitdan ball yig'ish boshlanadi. Xo'p, bundan tashqari 8 ballga yetganda ballingiz sizga SMS xabar keladi. Ya'ni o'sha ballingiz 8 ballga yetdi. Tipa ehtiyot bo'ling degan ma'noda xat keladi. O'sha xabar SMS xabarnoma keladi. Xo'p, siz jarima ballarini qayerdan ko'rib borishingiz mumkin. Jarima ball degan platforma ishga tushiriladi. O'sha yerdan siz o'zingizga hisoblangan ballarni hammasini ko'rib borishingiz mumkin. Endi odam savol tug'iladi, masalan, hech qanaqa huquqbuzarlik sodir qilmasa, hech qanaqa bir narusheniya qilmasa, bir qanaqa mukofotmi yoki bir qanaqa bir rag'batlantirishmi bormi deganda, ushbu nizomda bu holatga ham bayon qilib o'tilgan. Ya'ni agar 12 oy davomida hech qanaqa jarima ballari yig'masa, keyingi jarima ball yig'ish davridagi birinchi hisoblanadigan jarima ballari, birinchi jarima ballidan ozod qilindi. Ya'ni narusheniya qilib qo'ydi, jarima ball hisoblanishi kerak, lekin oldingi 12 oy davomida, ya'ni 1 yil davomida hech qanaqa jarima qilmagani uchun, ya'ni hech qanaqa jarima ball olmagani uchun birinchi jarima balldan ham ozod bo'ladi. Undan tashqari 6 oy davomida hech qanaqa jarima ball olmagan bo'lsa, ya'ni misol uchun o'sha ya'ni 1-iyulda birinchi jarima ballini oldi, keyingi 6 oy davomida hech qanaqa jarima ball olmasa, shu to'plagan jarima ballidan 2 ball minus qilib tashaladi. Masalan, sizda 3 ball bor edi, keyingi 6 oy davomida hech qanaqa jarima ball olmadingiz, shu holatda sizdan 2 ball olib tashalib, sizda 1 ball qoldiriladi. Agar 2 ballga yetmagan jarima ballingiz bo'lsa, masalan 1,5 ball bo'lsa yoki 1 ball bo'lsa, sizdan 2 ball olib tashalganda o'z-o'zidan sizda 0 bo'ladi va jarima ballarini hisoblash qaytadan boshlanadi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Undan tashqari jarima ballari faqat GAI xodimlari tomonidan tuzilgan bayonnomalarga asosan olib qo'yiladi. Masalan, kamera olsa, multiradarlar agar
jarima qiladigan bo'lsa, ya'ni huquqbuzarlik aniqlaydigan bo'lsa, ular tomonidan aniqlangan huquqbuzarlik bo'yicha jarima bali qo'yilmaydi. Faqatgina YPX xodimi tomonidan tuzilgan ma'muriy bayonnoma asosidagina jarima ballari qo'yiladi. Undan tashqari, jarima bali qo'yilganda bu asosiy jazodan ozod qilmaydi. Bu jarima bali qo'shimcha jazo sifatida amaliyotga tatbiq etilyapti. Ya'niki, siz qoidabuzarlik amalga oshirdingiz, mazkur qoidabuzarlikka bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorida shtrafi bor. Ushbu holatda misol uchun sizga jarima bali bergan bo'lsa, u shtrafdan ozod qilib yubormaydi. Ham siz shtrafni to'laysiz, jarima balini o'ziga qaytarib olasiz. Endi 1 yil ichida 12 balga yetib qoldi. Bu holatda nima bo'ladi? 1 yil ichida 12 balga yetgan bo'lsa, ya'ni o'sha yuqorida ham aytganimizdek, jarima bal tizimi orqali viloyat, Toshkent shahar Qoraqalpog'iston Respublikasi sudlari orqali quyi, ya'ni tuman sudlariga, quyi jinoyat sudlariga ish tushiriladi, jo'natiladi avtomatik tarzda va ushbu holatda jinoyat sudlari birinchi instansiya sudi sifatida mazkur ma'muriy ishlarni ko'rib chiqadi va haydovchiga nisbatan haydovchilik avtotransport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish bo'yicha ishni ko'rib chiqadi. Xo'p, endi jarima ballari qaysi huquqbuzarliklarga tatbiq etiladi? Uni ham bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana hozir qo'limda ro'yxati bor. O'shani bitta o'qib beraman. Ya'ni MJTKning quyidagi moddalarda nazarda tutilgan qonun buzilishlariga jarima ballari qo'llaniladi. Masalan, MJTKning 125-moddasi transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish. Ya'ni tormoz tizimida, rul boshqaruvida yoki ulovchi qurilmada nosozlik bo'lgan avtotransport vositalarini boshqarish. Bu 0.3 ball beradi. Keyingi 5-qismida foydalanish belgilangan tartibda man etilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish. Ya'ni bez nomer haydasa ham u 1 ball beradi. Keyingi modda 126-modda ko'zgusimon va yoki tusi o'zgartirilgan qoraytirilgan oynali, shuningdek tevrak atrofni ko'rishni cheklaydigan qoplamali transport vositalaridan foydalanish. Ya'ni o'sha belgilanimizdek tonirovka. Ruxsatsiz tonirovka boshqarish yoki ruxsati berilgan bo'lsa ham me'yoridan oshiq tusi qoraytirilsa ham jarima beriladi. Keyingi modda 127-modda transport vositalarining tovush chiqaruvchi, yorituvchi va boshqa qurilmalaridan foydalanish, ularni o'rnatish qoidalarini buzish. Ya'ni belgilangan tartibda me'yordan ortiqcha balandlikdagi signallarni qo'yish yoki faralarni o'sha belgilangan me'yordan oshiqcha yoritiladi, ya'ni boshqa tusdagi faralarni qo'yish ham ma'muriy balga olib keladi. Keyingisi 128-modda 3-prim moddasi transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini oshirib yuborishi. Ya'ni o'zimiz bilamizki, o'sha 20 kilometrdan ko'p bo'lmagan, 20 dan 40, 40 dan 60, 60 dan yuqori bo'lgan tezliklar uchun shunga yarasha shtraflar ham bir-biridan farq qiladi, beriladigan ballar ham farq qiladi. Masalan, 20 kilometrdan ko'p bo'lmagan tezlik uchun 0.5, 20 dan 40 gacha 1 ball, 40 dan 60 gacha 1,5 ball, 60 dan yuqori bo'lgan tezlikka 2 ballgacha jarima bali beriladi. Keyingi modda 128-prim 4-moddasi. Transport vositalari haydovchilarining svetoforning taqiqlovchi signaliga yoki yo'l harakatini tartibga soluvchi taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan to'xtash chizig'ini bosib kirishi va o'tishi. Bu ham 1 ball beradi. Keyingisi 128-prim 5-modda. Transport vositalari haydovchilarining xalaqit berishi yoki avariya holatini yuzaga keltirishi, yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga chiqishi. Ya'ni birovga xalaqit berish yoki strechni yurish. Bu ham jarima balga sabab bo'ladi. Xo'p, keyingi modda 128-prim 6-modda. Transport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish. Ya'ni to'xtash yoki to'xtab turish belgisi bor joylarda o'zimiz bilamizki, yo'q to'xtash umuman mumkin emas yoki 15 minutgacha to'xtab turish mumkin. Mana shu qoidalarni buzsangiz ham 0.2 ball miqdorida
jarima balli belgilanadi. Keyingi modda 128-modda prim 8. Transport vositasi odam tashish qoidalarini buzish. Ya'ni odam tashish qoidalarini buzish, bez litsenziya tashish mumkin yoki odamlar sonini oshirish mumkin. Mana shu odam tashish qoidalarini buzishga kiradi. Keyingi modda 128 prim 9-modda transport vositalarini quvib o'tish qoidalarini buzish. Quvib o'tish qoidalarini buzish ham jarima balliga sabab bo'ladi. Bu 1 ballni tashkil qiladi. Quvib o'tish qoidalarini buzish, masalan, o'zimiz bilganimizdek chap tomondan quvib o'tish kerak. Ya'ni hech kimga xalaqit bermagan holda chap yo'lakdan quvib o'tish kerak. Shuni qoidani ham buzsa, jarima balliga sabab bo'ladi. Keyingisi 129-modda transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi guruh bo'lib harakat qilishda qatnashish. Bu asosan o'sha bilamizki, to'y marosimlarida, ya'ni guruh bo'lib mashinalar harakat qiladi. Shu holatda ham 1,5 ball berilar ekan bu holatda ham. Keyingisi 130-modda MJTKni transport vositalari haydovchilarining temir yo'lning o'tish joylaridan o'tish qoidalarini buzishi. Keyingi modda 137-modda yo'l transport hodisasi yuz bergan joydan qochib ketish. Bu ham maksimal, ya'ni 2 ballni beradi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, jarima ballarining eng maksimali 2 ballni tashkil qiladi. Ya'ni eng og'ir qoidabuzarliklarga 2 ball beriladi.